Asila qizimni ko'rganimdan juda xursandman. Qizim baxtli bo'lgin. Mana yaqinda to'ylaringni eshitib, men o'zimni vakilimni yuborgan edim. Ikkovlaringga men baxt saodat tilayman. Eng ishonchli mardona mard qizlarimdan birisan. Hammaga qahramon qizim bor deb aytganman. Senga ham telefonda qizim qahramon qizim deganman. Ilohim baxtli bo'linglar. Sizlarni baxtli kamollaringni ko'rish hammamizga nasib qilsin. Qizim ishlaringda muvaffaqiyat va kelajakda O'zbekistonga katta shoda medallar olib kelishingga ishonaman qizim. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum qizim. Assalomu alaykum. Uchrashib turganimizdan yana gaplashish imkoniyatim borligidan juda ham xursandman. Tabriklaringizni menga yetkazishdi. Juda ham oilaviy minnatdor bo'ldik. Los Anjelesda bo'lib o'tadigan Paralimpiya o'yinlariga Xudo xolasa men yana ham kuchli tayyorgarlik ko'rishni maqsad qilib qo'yganman. Turmush o'rtog'im bilan birgalikda biz sport sohasidamiz, ular ham trenerlar. Shundaqa xursand bo'ldim. Turmush o'rtog'ingiz trener bo'lgan ko'rib, siz baxtingizni topib, treneringiz bilan turmush qurganlaring qadrli oilasizlar. Ilohim mana shu ikkovlaringda turmushlaring mustahkam bo'lib, yangi O'zbekistonda yangi oilasi va yangi qahramonlar paydo bo'ladi deb ishonaman qizim. Xudo xolasa katta rahmat hurmatli prezident. Los Anjelesda bo'lib o'tadigan Paralimpiya o'yinlarida bitta oltinni ikkita qilishga men harakat qilaman, va'da beraman. Hay rahmat qizim.